Assalomu alaykum bizni ko'rib borayotgan do'stlar. Bu galgi romligimiz bilan tanishtirib o'tamiz. Akfa Zolotoy dubdan bo'lgan. Hop, bir qavatli oyna bo'lgan bu romligimiz. Bu yerda 6 ta korpusimiz bor. Ikkitasi eshik. O'rtadan перегородка qilib turib, ikki xona uyni bo'lishgan. Hop, birinchisi glukhoy ochilmaydigan holatdagi ko'z tushgan mana bu yerga. Hop, bu yerga stenka nimadirlar qo'yish uchun udobni bo'lsin deb turib, bu yerga ochilmaydigan ko'z qo'yib ketilgan. Xullas, romligimizda hop, qolgani bittadan ochiladi, o'rtasidan derazamiz. Qolgan 3 ta derazamiz bittadan ochiladi. Eshigimizning holati bir-biriga fasonini keltirishga harakat qildik. Hop, ikkala chekkagidan bokovoy qo'yganmiz. Mana bu tomonda bor, bu tomonda bor. Hop, ruchkalar yonma-yon eshikniki, fasonini bir-biriga chiroyli keltirishga harakat qildik. Ustullarni akfa bilan, alkafon bilan yopganmiz. Tepasini tayyor ekan, mana bu dekor tayyor ekan, shunga penasiz yopishtirib qo'yganmiz tepasini. Hop, bu yerdagi общий summa 18 million so'mga bo'lgan. Hamma ko'z. Hop, ichkaridagi holati mana bunday kirganingizda mana bu перегородка bilan bo'lingan. Bu xona alohida. Mana kichkina romcha bo'lgan. Bu yerga qanaqadir bir kichkina stolchalar qo'yib, choy-poy ichgani. Mana bu tomonimiz ko'hna. Bu yerdan derazadan olib, bu narsa ichib, qanaqadir bir nonushta qilgan bemalol joy bo'lgan. Bu yerda bitta ochilishimiz bor. O'rtadan bitta ochilishimiz bor. Narigi tomoni kattaroq bundan ko'ra, ko'tarma polam bor u tomonda. Eshiklarimiz 2 qanotli eshik, ancha-muncha narsalar sig'adi, mebellar sig'averadi. Hop, mana shunday holatda ichkarilarni dekor bilan o'sha apshipka qilib o'rab beradigan ustalarga o'ratib olishgan. O'rtadan bitta ochiladi bu. Mana shunday holatda. Ko'tarma polimiz 40 santimetrlik pol. Shuni hisobiga biz tashqaridan ko'rganingizda mana bu derazalar ponni eshik bilan teng holatda turibdi. Ichkaridan qaraganingizda mana oynani o'zi turibdi. Shuni hisobiga yaxshi chiqqan 40 santimetrlik pol bo'lsa, ko'tarma pol qiladiganlar juda chiroyli chiqadi. Mana bu yerga suyanib o'tiradigan holat bo'ladi. Bu yerda bu yer biz o'lchayotganimizda mana bu yer yo'q edi. Bu yerga ham akfa qilib beringlar deyishgandi. Lekin bu yerga akfa qilgizmang-u. Stenka bilan mana bu yerda choy-poy ichiladigan bo'lsa, dasturxon qo'yadigan, idish tovoq qo'yadigan bir stenka qilasizlar, qilib olasizlar degandik. Mana shunday qilib olishibdi. Sekin-sekin stenka ham mablag'i yetganda qilib olishsa, bu yerda choy-poy ichilganda bemalol bu narsa turadigan qilsa bo'ladi. Yo bo'lmasa bitta chekkasiga bir televizor, burchagiga televizor qo'yadigan qilsa ham bo'ladi. Hop, sizga ko'rsatmoqchi bo'lgan, tushuntirmoqchi bo'lgan ishlarimiz mana shu. Bu akfa materialimizni boshqa ranglari ham bor. Masalan, oqi, mokrisi, antrez deydi asli. Yana bir boshqa ranglari ham bor. Albatta, ulardan ham zakaz qilsa, ulardan ham qilib beramiz. Hozircha hadovoy mana shu Zolotoy dub seriya bo'lib turibdi. Shundan ko'proq ko'rsatyapmiz. Hop, e'tibor uchun rahmat, salomat bo'ling.